Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Hajga bormoqchi bo'lgan kishi hajning haj tamattu, haj qiron va haj ifrotdan iborat 3 turdan birini tanlab niyat qilsa bo'ladi. Birinchi, haj tamattu deganimiz haj oylari bo'lgan Shavval, Zulqa'at va Zulhajja oyining dastlabki 9 kun ichida umriga niyat qilib ihrom bog'lab, tavob va sa'iy qilib umrini to'liq qilgandan keyin chat tushirtib ihromdan chiqib yurtiga qaytmasdan Makkada kutib turib Zulhajja oyining 8-kuni turgan yotqidan hajga niyat qilib ihrom bog'lab Mina Arafatlarga chiqib haj qilishdan iborat. İhramdan chiqib turgan arliqda ihrom bog'lamagan bo'lg'achqa kiyim-kechak, atir, jima qatorliq ihramda cheklangan ishlar u kishiga cheklanmaydi. Buning uchun Minada bir hadiya qurbonlik vojib bo'ladi. Ikkinchi, haj qiron deganimiz haj bilan umriga birla niyat qilib, umrini qilib ihromdan chiqmasdan hajni qilib o'tib, andin biroqla ihromdan chiqishdan iborat. Yoki umrnila niyat qilib ihrom bog'lab tavob qilmay turib hajni umriga qo'shib niyat qilib o'tib umrini qilib ihromdan chiqmasdan hajni qilib o'tib andin biroqla ihromdan chiqishdan iborat. Buning uchunmi Minada bir hadiya qurbonlik vojib. Uchinchi, haj ifrot. Haj ifrot deganimiz umrini niyat qilmasdan faqat haj niyati bilan ihrom bog'lab haj qilish. Buningda Makkaga kelib tavob qudum qiladi. Chat tushirmaydi. Andin Safa Marva arliqida hajga sa'iya qiladi. Xolisa bu sa'iyni haj tavobidan keyingi kechiktirsimi bo'ladi. Buning uchunmi hadiya qurbonlik vojib bo'lmaydi. Mazkur so'rg'uchi haj tamattu qilgani afzal. Chunki hojilar odatda yurtlardan hadiya qurbonlik olib kelmaydi. Hadiya qurbonlik olib kelmaganlar uchun tamattu afzal. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadiya qurbonlik olib kelmagan sahobalarni tamattu qilishga buyurgan va menda haramga akelgan qurbonlik bo'lmagan bo'lsa edi, umr qilib etib ihromdan chiqatdim degan. Yana kelib, umr qilib hajga qadar bo'lgan arliq xili uzun. Hamda bu muddatda ihromdan chiqmay turish intayin qiyin bo'lg'achqa, cheklangan ishlarni qilib selib, ko'p miqdorda fidya to'lishi to'g'ri gap. Ömrünü faqat Ramazan'da barğanda qılıdı deydigan gap yo'q. Haj uchun barğanda bo'lsin, umriga barğanda bo'lsin, yil bo'yi qilsa bo'ladi. Anas radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 qatim umr qilgan bo'lib, o'zining haji bilan birga qilgan umrisidan boshqa umrlarining hammasini Zulqa'da oyida qilgan. Bular Hudaybiyadan Zulqa'da oyida qilgan umra, keyingi Zulqa'da oyida qilgan umra, Hunayn o'ljilarini taqsim qilganda Ji'ronadan Zulqa'da oyida qilgan umra va o'zining haji bilan birga qilgan umridir. Ma'lumki, ulug' Ka'ba dunyoning har qaysi joylaridan Ka'bani ko'zlab keladigan hojilarning boradigan nishoni bo'lg'achqa, haj yoki umra qilguvchi ulug' Ka'baga yetib kelganida har ishdan avval Ka'bani tavob qiladi. Bu tavob qudum, tavobi salom tavobi, uchrashish tavobi va tahiyya tavobi deb ataladi. Bu xuddi masjidga kirgan kishi kiribla 2 rakat tahiyyatul masjid namozini o'qiganga o'xshaydi. Tavob qudum hukmi ko'pchilik olimlarning qarshida Makka sirtidan kelganlar uchun sunnat bo'lib, tark qilinsa gunoh bo'lmaydi yoki qon kelmaydi. Haj tamattu qilgan taqdirda umriga tava bo'lgan bir tavob qudum hisob bo'ladi. Ayrim umriga borgan kishining tavobimi shundoq. Bu ahvolda ayrim tavob qudum qilmaydi. Ammo haj qiron yoki haj ifrot qilgan ahvolda Makkaga kelib qilgan tunji tavob qudum bo'ladi. Haj tamattu yoki boshqa turli haj qilish uchun Beyjingdan yo'l chiqqan taqdirda Beyjing aerodromida ihrom bog'lab niyat qilsimi yoki Saudiya Arabiston doirasiga kirib aeroplan xodimi ihrom bog'lash chegarasi miqotga keldik deb jakarlaganda ihrom bog'lab niyat qilsimi bo'ladi. Fursat topolmay yoki bilmay qolganda favqulodda ahvolda Jidda aerodromiga tushganda bog'lab niyat qilib olsami bo'ladi. Ihrom bog'lash deganimiz ihrom kiyimini kiyishli bo'lmasdan, balki haj yoki umriga niyat qilib, ba'zi ishlardan yiroq turishni ko'rsatadi. Niyat qilmasa, ihrom kiyimini kiyib olsami, ihromli holatga o'tmaydi. Ihromga kirmoqchi bo'lganda tirnoq va choch ilishdek badan tozaligi qilib, tahorat olib yoki yo'yinib, tikilgan kiyim-kechaklarni to'liq silib etib,
ehram kiyimi bo'lgan ikki parcha oq raxtga o'rinib, umra yoki hajga niyat qilamiz. Bu niyat bilan ehromga kirgan bo'lamiz. Andin 2 rakat namoz o'qiymiz va talbiya tovlaymiz. Ehromga kirgan holatda choch tirnoq ilish, atir ishiltish, jidal majro qilish va jimaga munosabatli ishlar cheklanadi. Shundaqla ehrom holatida do'ppi degandek bir narsa kiyib, beshini yo'gib olmaydi. Ko'ynak, chopon va qo'njilik oyog'i qatorliq kiyim-kechaklarni kiymaydi. Kamar yoki belbog' taqib olsa bo'ladi. Ovlamaydi, pit yoki shuningdek narsalarni o'ltirmaydi. Yuyunsa munchoqqa kirsa bo'ladi. Haj tamattuda tavob saidan keyin chat tushirtib umrini tamom qilib, andin ehromdan chiqadi. Haj qiron yoki haj ifrotda hajni tamomlab, andin ehromdan chiqadi. Ayollarmi erlarda qiladi. Lekin ehromliq kiyimi ayollar odatda kiygandek shariatga muvofiq kiyimni kiysa, ehromliq kiyimi kiygan bo'ladi. Yot erlar yo'q yerda ehromliq holatida yuzini yo'gib olmaydi. Shundaqla hayzdar holatda har qanday tavofni qilmaydi. Boshqa ishlarni erlarga o'xshash qiladi. Haj qilish farz hajni ado qilmagan har bir musulmon orzu qiladigan iymonni yangilash va umrlik safar bo'lg'achqa, bu ulug' safarga oldin maxsus tayyorlik qilish lozim. Oldi bilan bandalarning haqlarini qaytarib, ularning roziligini olish kerak. Andin haj ahkamlarini yaxshi o'rganish va hojim degan nomga erishish qatorliq riyoga yotadigan qilmishlardan o'zini yiroq tutib, hajdan maqsad qilingan imoniy tarbiyani o'zlashtirishga alohida tirishchanlik ko'rsatish lozim. Bo'libmi Ibrohim alayhissalom, buvi Hajar va o'g'li Ismoil alayhissalomlarning haj faoliyatlarida o'rnak qilingan Allohga butunlay yuzlanish, to'liq bo'ysunish, barlig'ini qurbon qilish, haqiqiy tavakkul qilish va shaytonga taqobil turish qatorliq bir umr to'g'ri yo'lga mengishga asos bo'ladigan sog'lom tavhid aqidasini ashu ulug'larimizning ish izlarini bo'ylab amaliy yashab beqish orqali o'zlashtirilishga alohida ahamiyat berish lozim. Haj vaqtigacha ko'pincha ahmoq kishilarning qilganidek to'xtamay do'kon aylanib avara bo'lmay yoki hamsafarlar bilan yotoqda yoki haram masjidda o'tirib g'aybat qilishmay, Ka'bani tavob qilish, haram masjidda namoz o'qish, duo tilovat, zikr, din o'rganish, iymonni yangilash va ashnoga munosabatlik dunyo va oxiratda Allohning rahmati va mag'firatiga erishtiradigan foydali ishlar bilan bo'lish kerak. Hajdan qaytgandan keyinmi turmushida yangi sahifa ochib, kofirlardan songdirib olgan xato ideya va nachar axloqlardan qutulib, aqida, ibodat, axloq va muomalada musulmon degan ismga loyiq bo'lishga tayyorlik ko'rish lozim. Vallohu a'lam. Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.